Mana oldi guli bir xil qilib, hozir mana shu qo'yningga tiksam, xudo xolasa. Oldidagi mana shu guli, misol uchun belga kelsa, orqasida ham xuddi shunaqa bir xil krugovoy bo'lib aylanib ketadi. Buni sababi material ko'pligi. Material kam bo'lsa ham gulini guliga keltiramiz. Tikuvchilar по-любому harakat qiladi gulini guliga keltirishga. Lekin uloq tushadi, chok tushadi. Qo'yningning ko'rinishi baribir chok ko'paygandan keyin, ya'ni uloq ko'paygandan keyin chiroyli bo'lmaydi. Shuning uchun mana hozir qo'ltiqlarigacha gullari bir xil kelib qichib olyapman. O'zimni qiynamaslik uchun materialni kengina olganman. Mana hozir mana shu beli bo'lsa, mana orqa beli ham xuddi shunaqa pichiladi. O'shaning uchun qo'yni tiktirmoqchi bo'lganlar ozgina materialni yarim metrgina qo'shib ko'proq olsanglar tikuvchi mazza qilib qiynalmasdan pichib tikadi.